Kimma diskasi shunaqa. O'rtoqlar, kimma diskasi shunaqa katat bo'laverib Botex bo'lib ketgan. Kimma diskasi shunaqa bo'lsa, videoni jo'natib qo'yinglar. O'zingizlar like bosib, obuna bo'lib, videoni saqlab qo'ysanglar. Shunaqa Botex diskalarni to'g'rilab beraman, xudo xolasa. U aka keldilar, eski balonda dam chiqarardi, yangisini qo'ysam qutulmadim dedilar. Buni sababi diska mana Botex bo'lib qolgan, katat bo'laverib cho'zilib ketgan. Bu yoqlari ishib ketgan, har xil formalar yetib ketgan. Shuni to'g'rilab, xudo xolasa egasiga topshiraman. Video yoqsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kim mana shunaqa diskada yurgan bo'lsa, videoni jo'natib qo'ysanglar manfaatdor bo'ladi. Botex bo'q qo'ygan diskalarni, sentrovkadan ketib qolgan diskalarni hammasini qilib beraman, xudo xolasa kelaverasizlar. Boshladik. Sanogimizga qotirib oldik. Xudo xolasa mana har xil formada. Kimdir aytadi, detal yumshab qoladi. Dadalar chiqib ketadi deydi. Mengacha yumshab bo'lgan bu o'zi. Yumshamasa detal cho'zilmaydi, temir. Buni endi men akkuratniy xudo xolasa o'zini holatida ushab turib sekin chiqarib beraman. Hop, diskani yoyib ochib oldim. Mana xudo xolasa bu yoqlarini ko'rishingiz mumkin. Endi buni o'zini holatiga qaytaramiz. Bu yog'i ko'proq ochildi, ko'proq qayrilgan edi, bu yog'i kamroq. Bu yog'i pashti o'zini sansanasiga kelib qoldi. Bu yog'ini qaytarish shart emas, lekin baribir ozgina qaytadi. Ozgina qaytsa o'zini radnoy holatida bo'lib qoladi. Bunasini xudo xolasa otchatga qilib zavod diska qilib chiqaramiz. Diskamiz tayyor bo'ldi, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda yana ko'rsataman. Xudo xolasa jotga chiqdi. Deb ko'ramiz bu yerda. Sanoydan yechib oldim diskani. Boyagi holati bilan hozirgi holatini bemalol solishtirsanglar bo'ladi. Botex yo'q o'sha. Ichki taraflari ustiga qaraganda ichi lav ozgina qalinroq bo'ladi, chunki dam ushlab turish uchun qalinroq ishlanadi. Xudo xolasa biz diskamizda dam qo'ymaydi, omonasi sokin shu bilan qutuldilar, maza qilib yuradilar, xudo xolasa. Keyin yangi balonga dam ko'proq uriladi. Birinchi taqilganda o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Hozir moylab taqib, damini ko'proq urib qilib beraman, xudo xolasa. Hop, svetimiz o'chib qoldi. Xudo xolasa bu yoq videosini ololmadim. Alloh nasib etsa boshqa videolar ham qo'yib ko'rsataman. Sentrovkasidan ketgan, hozir aniqroq ko'rsataman. Sentrovkasidan ketgan diskalarni va smerka mana shunaqa Botex bo'lib qolgan diskalarni hammasini bitta qo'yib boraman. Video yoqqan bo'lsa, like sizlardan obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi videolar qo'yaveraman. Videoni shunaqa Botex qilib qo'yadigan katatchilarga yoki Botexda yurib turib dam qo'yib yuboryapti-yu degan odamlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga tayyormiz hamma ishlar.